Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan, O'zbekistonning barcha viloyatidan bizani ko'rib turganlarga, musofirda yurgan aka-ukalarimiz bor. Hammaga assalomu alaykum deb bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugungi obzorlarimizda faqatgina Cobalt haqida gaplashamiz. Ya'ni-da Cobalt Style MCM, Cobalt Midnight MCM haqida. Barcha to'liq ma'lumotlarni, oylik to'lovi, bosh to'lovi, hamma to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Bizani mehnatimizni qadrlagan holda videomizga bitta dona shu like bosib qo'ysanglar, bu likelar nimaga kerak bo'lar ekan? Bizani videomiz keng ommaga tarqalish uchun. Sizlarga o'xshagan yurtdoshlarimiz to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun shu sizlarni bitta dona likelar kerak bo'lar ekan. Bizani kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki Index Avtomotorsda hamma to'liq ma'lumotlar va yangiliklarni ko'rsatib boramiz. Birinchi bo'lib Cobalt Style MCM haqida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'ni-da Cobalt Style MCM davlat bahosi 156 million 100 ming so'mligi. Hali ham ko'pchilik so'rab borishyapti, Cobalt Style MCM da qanaqa o'zgarishlar bo'lgan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bularni ham nalichida xolasanglar oq, xolasanglar qora ranglari mavjud. Ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketadi. Mana ko'rishinglar mumkin nimalar o'zgarish bo'lgan. Cobalt Style MCM'da rullarini ko'rsatib o'ting. Rullarida multimedialar qo'yilgan, tablolari o'zgargan, ya'ni-da magnitofonlari sensorli bo'lgan, monitorlar, sidenka podogreplari bor. Ya'ni-da Cobalt Style MCM'da ko'rishinglar mumkin. Faqatgina sidenkasi lattali bo'ladi o'rtoqlar. Mana lattali bo'ladi. Buni davlat bahosi 156 million 100 ming so'mligi. Aytib o'tganimdek, bular nalichida tayyor. Ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketishadi. Buni endi avtokredit, ya'ni-da birlamchi avtokredit formatida hozir aytib o'taman. Hozir Cobaltlarga rassrochkalar ochilmagan hali. Faqatgina hozir kim Cobalt olayotgan bo'lsa, foiz bilan olishyapti. Ya'ni-da birlamchi avtokredit asosida. Hozir 3 yillik va 5 yillik grafikini aytib o'taman sizlarga. Birinchi bo'lib 3 yil, ya'ni 36 oylik grafikini aytib o'taman. Hamma xarajatlar ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan boshlang'ich to'lovga 44 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 4 million 593 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da 3 yil 36 oyga. Endi ko'proq muddatga olaman degan aka-ukalarimiz uchun 5 yillik, ya'ni 60 oylik grafikini aytib o'taman. 5 yilga hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 46 million so'm kerak bo'ladi. Haydab ketishinglar bilan aytaman, hamma xarajatlar ichida oylik to'lovi 5 yil, ya'ni 60 oyga 3 million 367 ming so'mdan bankka to'lov qilishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da bu Cobalt Style MCM pozitsiyasi, ya'ni-da davlat bahosi 156 million 100 ming so'mligi. Endi Cobalt Midnight MCM ga o'tamiz. Ya'ni-da bu davlat bahosi 165 million 200 ming so'mni tashkil qiladi. Ya'ni-da buni ham birlamchi avtokreditga xarid qilsanglar bo'ladi. Ya'ni-da davlat bahosi 165 million 200 ming so'mligi. Mana buni ham ichlarini ko'rsatib o'tamiz hozir. Cobalt Midnight MCM pozitsiyasi. Ya'ni-da buni ham rullarida multimedia bo'ladi, tablolar o'zgargan bo'ladi. Magnitofonlari sensorli, sidenka podogrepli. Ya'ni-da buni farqi ko'rishinglar mumkin, sidenkalari ko'jidan bo'ladi. Ya'ni-da diskalari qoraytirilgan bo'ladi. Oldi, orqa fara o'zgargan va bokovi qoraytirilgan bo'ladi. Ya'ni-da Cobalt Midnight MCM pozitsiyasi davlat bahosi 165 million 200 ming so'mligi. Buni ham avtokreditga, birlamchi avtokredit asosida xarid qilishinglar mumkin. Buni 3 yillik va 5 yillik grafikini aytib o'taman. Ya'ni-da 3 yilga hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 47 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 3 yil, ya'ni 36 oy davomida 4 million 860 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da 3 yillik grafika bu. Endi ko'proq muddatga olaman degan aka-ukalarimiz uchun 5 yillik grafikini aytib o'taman. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 49 million so'm kerak bo'ladi. Haydab ketishinglar bilan oylik to'lovi 5 yil, ya'ni 60 oy davomida 3 million 560 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni-da Cobalt Midnight MCM davlat bahosi 165 million 200 ming so'mligi.
Endi qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi deb ko'pchilik kommentariy yozib borishyapti. Qanaqa hujjat kerak bo'ladi? Faqatgina bitta dona pasport olib kelsanglar bo'ldi. Bizda ish joy, kafil degan narsalar so'ralmaydi. Nominglarga YTT, yakka tadbirkorlik, firmalar ochilmaydi o'rtoqlar. Faqatgina kredit store tarixi toza bitta pasport olib kelsanglar bo'ldi. Hamma ishinglarni biz o'zimiz hal qilib beramiz. Index Avtomotorsda xizmat ko'rsatish, sizlarni bank xizmatinglarni ham, mashinanglarni ham hamma ishinglarni o'zimiz hal qilib berib, o'zimiz uyingizga kuzatib qo'yamiz. Index Avtomotors qayerda joylashgan deb ko'pchilik savol berishyapti. Index Avtomotors Toshkent shahar, Yangi Hayot tumani, Toshkent Indexda joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Y30 blokida joylashgan. Y30 blokida joylashgan. Mana Index Avtomotors deb yozib qo'yilgan o'rtoqlar. Hammanglarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz o'rtoqlar. Kobotlar nalichida tayyor, ertalab kelganlar kechga mashinasini haydab ketishyapti. Xohlasanglar oq, xohlasanglar qora, hamma ranglari nalichida tayyor. Faqatgina kelsanglar bo'ldi. Hamma ishlarni biz o'zimiz hal qilib beramiz. Yana bitta gapni esimdan chiqmasdan aytib qo'yaylik. Ko'pchilik avtokreditchi aka-ukalarimiz bularni boshlang'ich to'lovini, ya'ni dollarda, valyutada aytib, sizlarni chalg'itishyapti. Qo'lingizga kalkulyator olasizlar, qadrli yurtdoshlar, hisob-kitob qilasizlar. Chunki bularni boshlang'ich to'lovini ham so'mda qilasizlar, oylik to'lovini ham so'mda qilasizlar. 3 yilga olsanglar, aytib o'tganimdek, Cobalt Style MCM ga 44 million kerak bo'ladi, hamma xarajatinglar bilan. 5 yilga olsanglar 46 million so'm kerak bo'ladi. Endi o'shani kursga bo'lib, o'zingizlar kimda arzon, kimda qimmatligini bilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni bularni boshlang'ich to'lovini ham, oylik to'lovini ham so'mda qilasizlar. Bu Midnight'imizni boshlang'ich to'lovga 3 yilga 47 million so'm kerak bo'lyapti. Hamma xarajat ichida haydab ketishinglar bilan 5 yilga olsanglar, ya'ni 60 oyga 49 million so'm kerak bo'lyapti. Hamma xarajatlari ichida. Hammanglarni Index Avtomotorsda kutib qolamiz azizlar.